Assalomu alaykum obunachilar, zo'rmisizlar? Kecha biz birinchi qismini chiqargandik. Soliq vaqtini bugun ikkinchi qismini chiqaramiz. U bizada kech bo'lib qoldi. Shuning uchun biz uxlaymiz. Erta qishloqqa boramiz. Nimagadir peshonamiz uxlamaydi. Ana uxladi. To'xtala, kamerasini to'g'rilay. Ana. Kamerasi cho'tkanda uxladik. Mana ertalab ham bo'ldi. Endi biz qishloqni soliq to'lashni nimasiga boramiz. Yel la'nati. Ana o'ldi. Ko'ryapsizlarmi? Ular dubalashni o'ldirdilar. Ana qishloqqa yo'lga chiqdim. Endi qishloqni men soliq to'lashga majburlayman. Va la'natlari. Bir balo qilib yuryapman. Qishloqqa ham yetib keldi. Ye jo'digare. Qishloqqa. Nima so'zlayapsan? Men kimdirlarni ko'ryapman. Soliq to'lash uchun. Ana Stevenni ko'rib qoldim. Soliq to'la, Steven. Steven, soliq to'la. Hozir Xerobraydan ham soliq olaman. Bugun sizlarga chegirma qilib beraman. Nima qilganing bere? Rahmat. Soliqni o'z vaqtida to'lasang, sen meni qarorimni bilasan. Endi Xerobraydan